ta zakaz bilan, даже 8 ta ham emas, 8 ta zakaz bilan 2 oylik muddatda mashina xarid qilish mumkinligini men o'zim uchun o'zimga isbotladim. Hammada har xil vaziyat bo'ladi. Masalan, kimdir to'la ishxonasida ishchi, to'la qavat zakaz tikadi, lekin daromadga erisha olmaydi. Mana shunaqa paytda nima qilish kerak, qanaqa qilib masalan ishdan motivatsiya olib qo'li sovib ketmaslik yo'llarini hozir sizlarga o'rgatib o'taman. O'zimdan boshimdan o'tgan narsalar haqida полностью faktlar bilan keltiraman. Men ham tikuvchilikda hamma sohasida non yeb ko'rganman. Atelemot bo'ladimi, sarpa tikuv, parda tikuv, chexol tikuv, hatto ro'mol hamma uslugaga ham ishlab ko'rganman vaqtida. Bu narsachi magnitga o'xshaydi, tortaveradi. Maydalashib ketaverasizda, lekin aynan bir muhim bir daromadga chiqmaysiz. Daromadga chiqmaslikning yo'li siri nimada desanglar, chunki odam o'zidan o'zi motivatsiya yo'q. Pul hech qachon motivatsiya bo'la olmaydi. Telefon kelyapti menga, polyot qilib gapirmasam ilojim bo'lmayapti. Pul motivatsiya bo'la olmaydi. Chunki nimaga? Chunki har kuni olasiz, ketadi, berasiz, narsa qilasiz. Oson va motivatsiya bilan pul topish yo'li qachonki o'zingiz qilgan ishingizni yoqtirib, sevib va sizni qilayotgan ishingiz boshqa birovlarni ham hayratlantirganligini bilsangiz, unda hech qachon to'xtab qolmaysiz. O'zingizga qilgan har bitta ishingiz yoqadi, olayotgan pullaringiz ham baraka olib kelaveradi. Va bu o'zim haqida gapiradigan bo'lsam, nima bo'ldi? Boshidan keladigan bo'lsam o'zim, endi sherikchilikni bilasizlar, hammada har xil urush janjal bo'ladi, hattoki kerak bo'lsa tug'ishgan ukangiz, akangiz bilan ham urushib qolish sherikchilikda albatta обязательно bo'ladi. Shunaqa vaziyatda bizda ham tipa shunaqa narsa bo'ldi va bitta narsa qildim. Instagramga qarasam, kommentariyalar, hamma yaxshi maqtovlar, negativlarni gapirmayman, negativlar usul sindirib qo'yadi. Maqtovlar hammasi menga yoqyapti. Qaradimki, Instagramni kuchaytirish kerak. Va yana bitta narsa aytaman, hozirgi paytda Instagramni kuchaytirmasangiz, qachondir kelib siz zo'r biznesingiz ham sinadi. Chunki hozir hamma Instagram bilan yuribdi. Instagramda zo'r bo'lsangiz, bu ishingiz ham zo'r bo'ladi degani. Instagramda ham o'zining qonun-qoidalari bor. Hamma qanaqa qilib yurgizish kerak, akkaunt qanaqa qilib odam chaqirish kerak, hammasi. Qaradim, Instagram bu katta pul, katta daromad. Buni agar to'g'ri qilib ishlatsangiz, bu Instagramni o'zidan normal yashasa bo'ladi. Chunki blogerlar qanaqa pul topyapti? Hammasi zo'r pul topyapti-ku. Sizni ishingiz bor, sizni qo'lingizda guldek hunaringiz bor. Zato Instagram yurgizsangiz, sizga Instagramdan juda katta pul keladi. Ko'chadan real kelgan klient sizga eshitib, siz narxingiz bo'yicha qiziqib keladi. Arzon tikadi, boshqasi tanish bilish qilib. Lekin Instagram sizga haqiqatda katta daromadli pullar olib keladi. Instagramgacha men ham el qatori tikardim. El qatori degan narsani bilardim. Instagram o'tgandan keyin o'zimning minimalkalarim bo'ldi. $1200 $1500 kerak bo'lsa qancha bo'lsa passivingizga, qo'l haqqingizga ko'targanicha qo'ya olasiz. Instagramda shunaqa narsaki, hozir masalan fotosessiya qilib biron bir qizga kiygizib axvat ola olmaysiz. Chapay ola olmaysiz. Qachonki Instagramda siz zo'r bo'lasiz, o'zingiz qilgan videoingizni, ko'ylakni qanaqa qilib do'st tikilgan joylari, jarayonlarini qo'ysangiz, o'shanda qadr qimmati oshadi u videoni va qiziqarli bo'ladi. Buni kelgan shogirdlarimga hammasiga singdiraman, juda gaplar ko'p. Men Instagram bilan qolib ketdim xullas. Instagram bilan qolib ketganimdan keyin tikaman endi, zakaz olaman, lekin juda kam, lekin juda qimmat dedim. Va asosan menga eng omadli bo'lgan rilsim amerikalik kelin bo'ldi. Amerikadan shunaqa zakazlar yog'ilib ketdiki, kunora Amerikadan spros tushyapti. Amerikaga tikib bering, Amerikaga. Aslida uni prosta tak yasagan edim, lekin haqiqat bo'lib ketdi. Va o'sha bitta video rilsimni o'zidan men Amerikadan почти $10,000 zakaz qabul qildim. Hali-haligacha yozishadi. Mana shunaqa zo'r lotereyali joylar borda Instagramni o'rgansangiz. 1200, 1,5, 3000 gacha, 2000 gacha bo'lgan zakazlarni qabul qilib oldim, tikdim. Orada qarasam Instagramda ko'ylak reklamasini keltiryapti, lekin
menga sпрос ko'payib ketdi. O'rgating. Onlayn o'rgating deganlarga menda umuman variant yo'q edi, chunki onlayn darsliklarim yo'q edi. Birinchi korset kursimni yozdim. Korset kursimga orada ozgina reklama qilmadim. Keyin korset kursimga 2 kunlik skidka qildim. Menga juda katta summada daromad olib keldi. Ishchilar bilan, har xil zakazlar bilan aralash-quralash tikkandan ko'ra bitta tartibga solgan, Instagramga ozgina vaqt ajratgan va o'zini ustida yangi kolleksiya. Instagram ham shunaqa narsa, hozir faqat Instagram bo'lib ketyapti-da. Chiroyli narsa tika olmasangiz, uni videoga lutf olmaysiz. Chiroyli narsa bo'lmasa, yaxshi ko'ynak bo'lmasa, unga odamlar biladi, negativ olib keladi, o'zingizni sindirib qo'yasiz. O'shuning uchun ham video zo'r bo'lishi kerak. Video zo'r bo'lishi uchun ko'ynak zo'r bo'lishi kerak. Sarpa tikyapti, hamma qator sarpa, ansambl tikyapti. U narsa bilan to'pga chiqa olmaysiz hech qachon. Chunki u siz tikkan narsani boshqa birov ham tikyapti. Sizga nima kerak? Sizga faqatgina yangi yo'nalish kerak. Yangi yo'nalishni faqatgina yangi bilim olish orqali o'ta olasiz. O'zingiz qilayotgan ishingizni, o'zingiz tikayotgan sarpangizni, ansambellaringizni bitta arkka boramiz hozir, xo'p. Bitta yo'nalish qolipga savolasizda, bilgan tikuvchilar, o'sha necha yildan beri ishlatasiz tikuvchilarni, o'shalarga qo'yib, sizni o'zingiz kolleksiya qilishingiz kerak. Haftada 2 tagina ko'ynak tiking videosi bilan, siz u tikkan ko'ylagingiz umuman boshqacha bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, boshqacha yo'nalish bo'lsin, o'zingizni yo'nalishingizni topgan bo'lasiz. Va o'sha top videoga chiqadi, u ozgina vaqtdan keyin o'sha sizga eminni o'sha ko'ynakdan zakaz tushishni boshlaydi. Kelayotgan yaxshi fikrlar, kommentariyalar sizga juda yoqadi va o'zingiz kashf qilasiz. Aytasiz, mana necha yilman, menda o'zimda shunaqa bo'ladi. Necha yilman qayerda edim, nega shuni oldinroq boshlamadim degan gap bo'ladi. O'sha uchun hammasini bosib o'tish uchun birinchi formulasi bu Instagram, ikkinchi formulasi bu juda chiroyli tikilgan ko'ynak, uchinchi formulasi bilim. Bilimni o'sha chiroyli ko'ynak tikish uchun yaxshi joydan bilim olib, juda odamlar rostmana wow deyiladigan ko'ynakni tika oladigan darajada bo'lishingiz kerak. Mana shu 3 ta sxemada ishlasangiz, aytarli darajada sizni ishlaringizda juda katta o'zgarish bo'ladi. Birinchidan klientlaringiz o'zgarib siz opa deydi. Ikkinchidan o'zingizda awareness hosil qilasiz. Uchinchidan motivatsiya bo'ladi. Daromadingizga yetarlicha fikr, yetarlicha daromadingizga qo'shiladi. Juda katta daromad qila olasiz. Hozir yana ozgina videolar gap qo'shaman. To'xtab oldik. Keyingi etapda gapirib o'taman qolgan narsalarni. Buni oldimga kelishadi, o'rganish maqsadida. Bilasizlar, juda ko'pchilik yozadi, orzu qiladi, pul yig'adi, mablag' yig'adi, lekin ozgina kichkina kursimdan boshlashni tavakkal qilisha olmaydi. Uni ham gapirib o'taman. Keyin mana bitta narsa, mani oldimga kelgan tikuvchilar davolni, pul bor. Qilgan zo'r hammasi, lekin bitta narsa o'zini tikayotgan yo'nalishdan charchadim. Hammasidan bitta narsa eshitaman, biroz gap. Charchadim, bir xillik zerikdim deydi. U o'zi charchamagan bo'ladi. U o'zini va klientlarini charchatgan bo'ladi. Klientlar ham keladi, opa bu bo'lgan-ku, boshqa narsa xohlayman, hammada bor deydi-da, keyin u narsa uni o'zini psixologik charchashiga olib keladi-da, yangilik qila olmaydi, to'xtab qoladi, o'sha bo'ldi. Nimaga malaka oshirish kurslarini qo'yib qo'ydi? Malaka oshirib, yangi odam svejiy bo'lishi kerak. Men ham o'zim ham malaka oshirib turaman, o'zim bilan o'zim bo'lib, umuman hech qanaqa zakaz olmay ketaman yo boshqa davlatga yo boshqa qilib, o'zimda yangilik paydo qilib kelgandan keyin ancha o'zgarish bo'ladi. Shuning uchun ham klientlar ham aybdor emasda, chunki klientlarning hammasini o'zi atelemot charchatib qo'ygan bo'ladi-da, keyin men charchadim, zerikdim bir xillikdan deb. Shunaqa kelayotganlarga psixologik tipa yordam qilib
shunaqa boshqa joylardan gapirib, bu narsadan aslida zo'r daromad olasiz, go'zal kasb, boshqa deb sekin bilimga olib kiraman. Ularni sirazi hozir kelgandan keyin tayt, A, B, 28 razmer, fason desam, ular o'rgangisi kelmay qoladi. Bu shunaqa kasbki, odam o'zini zo'rlash kerak emas-da, havas bilan tikilishi kerak. Mana videolarimda olib chiqqim kelmaydi, qiyinchilik taraflarini ko'rsatib kelmaydi. Chunki qiziqish kamayib ketadi. O'sha uchun ham birinchi o'chirda menga kelayotgan odamga motivatsiya berib, keyin reallikka o'tamiz. O'qishlarimning sistemasi ham, o'qishlarimning plani ham menda shunaqa. Birinchi chas bu hisob-kitob, matematika обязательно bo'ladi. Ozgina hisob-kitob, likala to'g'ri qo'yish, ikkinchi etap polni tikish. Ishchilarim bor desa ham majburlab o'zimizga tiktiramiz. O'ziga tiktiraman. Tikib olgandan keyin 3-etapga o'tamiz. 3-etap bu fantaziya dizaynerskiy loyihalash, chiroyli bezak. O'sha etap menga juda yoqadi. O'zim ham sabrsiz bo'lib ketaman, chunki hisob-kitob bilan tikishdan zerikkan bo'ladi-da. Bezak qilayotgan vaqtida shunaqa xursand bo'ladi. Qilgan ish ham ko'rinadi-da. O'sha etapni juda yoqtiraman. Xudo xolisa mana gapirib o'tyapman. Mana shu videoni ko'rayotganlarga обязательно yozsanglar, adminga, menga yozsanglar, birinchi o'chirda kichkina mani korset kursimga skidka e'lon qildik, uni skidka qilib beramiz va offline, online katta kursimga, to'liq kursimga skidka e'lon qilamiz. Faqat offline mani oldimga keladigan kurslarimga skidka yo'q. Ular 3 kunga $600, bir haftaga $1000, 21 kun to'liq darslik $2500. Ularni o'zim yig'ib terib, shu nabor boshlanyapti, lekin onlaynlar hammasiga skidkalar e'lon qildik. Mana shu videoni ko'rayotganlar uchun, imindan o'tganlar uchun e'lon qilamiz. Va yana bitta narsa, mana oldimga kelmoqchi bo'lganlar maslahatim birinchi onlayn darsni olib ko'ringlar. Musht olib ketarsizlar, musht o'sha onlayn darsligini o'zi ham sizlarga ancha arzonga tushadi-da. Yaxshi etap bo'ladi. Lekin men onlayn darsni sotib olganlar обязательно ketiga ulab offlaynlarimgacha sotib olyapti. Chunki rezultat o'zida sezilyapti, ishida sezilyapti. O'sha uchun ham darsliklar yaxshi qabul qilinyapti. Xullas, juda gaplar ko'p. Qolganini xudo xolasa onlayn darslarda offlayn kelmoqchi bo'lgan odamlar bilan individual o'zini ustida dardlari, og'riqli temalar haqida gaplashamiz. Buxorodaman, Arkka keldim. Shu vaqtdan foydalanib sizlar bilan mana shu temalar haqida gaplashmoqchiman. Xudo xolisa yana bir marta e'lon qilamiz, skidkalar bor. Shu videoni ko'rayotganlar uchun oldingidek men katta bilasizlar, shov-shuv ko'tarmayman onlayn darsliklarim, reklamalarim haqida, o'quv kurslarim haqida. Prosta bu safar imi-jimida mana shu videoni ko'rib, ketidan to'lovlarni sira-sira qabul qilib yig'amiz naborni. Unaqa Instagramda qilmayman, chunki olmaydigan juda ko'p bosh qotirib yuboradi. Bo'ldi, videoni ko'rgan bo'lsanglar, xudo xolisa yozasizlar, inshaalloh kutamiz va yaxshi bilimlarda ko'rishib qolguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar.